ham shirinlik ham 5% keshbekka ega bo'lish mumkinligini bilarmidingiz? Videoni o'tkazib yubormang. 5% keshbekni qanday olish mumkinligini hozir o'rgataman. Mumkin ilovasiga kiramiz. Bu yerda keshbek joyini belgilab, pastga tushirib, Sadiya shirinliklari do'konini topib, mana topdik. Bosib, bu yerga olgan mahsulotingiz, ya'ni shirinliklaringizni summasini kiritamiz. Misol uchun, bu yerga mana 200 ming so'mni yozamiz va pastdagi bo'limdan kamerani topib, shirinlikni suratga olib, ilovaga joylaymiz va bizga 5% keshbek amal qiladi. Bir-biridan mazali premium darajadagi uy sharoitida tayyorlanadigan shirinliklarni Sadiya shirinliklaridan topishingiz mumkin. Bulardan nafaqat shirinlik, tort, pirojniy, go'zal dizayndagi yarim tayyor mahsulotlar va undan tashqari eng mazali bo'lgan trenddagi shirinlik pirojniylarni topishingiz mumkin. Sifatli mahsulotlardan premium darajada tayyorlanadigan shirinliklarni aynan Sadiya Cake'dan topishingiz mumkin. Bu chegirmalar maskani. Ilovani yuklab oling va keshbeklarni qo'lga kiriting.